O'tgan kuni kechga yaqin Rossiyaning Moskva shahrida o'g'irlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aldi. Unda shahardagi zargarlik buyumlari do'konining birida kechki soat 6lar atrofida niqobli noma'lum ikki shaxs kirib, bu yerdagi ishchilar bilan xaridorlarni qurol bilan qo'rqitgan. Shundan so'ng oynali qutilarni buzib, qimmatbaho zargarlik buyumlarini olib chiqib ketishgan. O'g'irlikda jabrlanganlar yo'q. Hozirda voqea sodir bo'lgan joy tartib soqchilari tomonidan qurshovga olinib, jinoyatchilarga qidiruv e'lon qilingan. Meksikaning Veracruz shtatida yo'l halokati sodir bo'ldi. Unda Puebla shahrida yo'lovchilarni olib kelayotgan avtobus yo'l chetidagi katta narsaga urilib ag'anagan. Voqeada 12 nafar kishi halok bo'ldi. Bundan tashqari 8 nafari jarohat olib kasalxonaga yetkazilgan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, avtobus katta tezlikda yurgan. Shuningdek, omon qolgan yo'lovchilar haydovchi bilan uning yordamchisi mast holatda ekanligini qo'shimcha qilishdi. Hozirda mazkur voqea bo'yicha politsiya ish olib bormoqda. Malayziyadagi Ryanair islom aviakompaniyasi birinchi marta Kuala Lumpurdan Langavi oroliga parvoz qildi. Unda shariatning barcha sharoitlari bor, shuningdek bortda halol oziq-ovqatlar berilib, samolyotdagi styuardessalar hijob bilan yurishadi. Yo'lovchilarning ko'p qismi musulmonlar. Samolyotda spirtli ichimliklar iste'mol qilish taqiqlangan. Ta'kidlab o'tsak, Britaniya aviakompaniyalari ham 2016-yildan boshlab musulmonlar uchun shariat asosida yo'lovchi qatnovlarini yo'lga qo'yishni rejalashtirayotganini bildirishgan.